Xoh semirsin, xoh ozsin, bitta obunachini tanlab olib, Ponni Sportivning naborini tekinga qilib berishga kelishib bo'ldik. Zo'r imkoniyat qilib qo'yganmiz. Uni videoda oxirida aytamiz. Shuning uchun paddeshada bo'lib, videoda oxirigacha ko'ringlar. Hammanglarga rahmat. Xo'p, bugungi mashg'ulotlarimizni Muhammadjon akaning qo'l ostida, ya'ni Limon Fitness zalida birgalikda tajribalarini olib shug'ullandik. Qanchadan beri trenerlik qilasiz aka? Trenerlik shular orqali kelib kelganmiz. Fitness sohasida. Nima ko'proq ilhomlantiradi sizni aka? Shogirdlarimiz turib tortamiz. Terilayapti degani, u ozyapti deganimi? Uni ikkovsini chambarchas qo'shib qilsa, yana ham maqsadga muvofiq bo'ladi-da. Deydi, qo'rquv bor odamlarda. Afsus qilgan shogirdingiz bo'lganmi aka? Shunaqa yo'q. O'zi aslida masalan 50-60 ta ham agar odamni testosterondan nimani ishlab tursa, muskul yaxshi tiklanish uchun nimalarga e'tibor qilish kerak aka? 5 ta abonementni, tekinga 5 ta abonement bemalol kelib shug'ullanishingiz mumkin. Bir dona sharti bor. Kommentariya maksimalni qoldiringlar yoki do'stlarni belgilab qo'ysanglar, yaqinlarga ilingan holatda kommentariya orqali analab olib, undan tashqari bitta obunachini xoh semirsin, xoh ozsin, bitta obunachini tanlab olib, Ponni Sportivning naborini tekinga qilib berishga kelishib bo'ldik. Undan tashqari akam qo'l ostida personalniy shug'ullanib, ovqatinglar, trenovkalar, hamma ratsioninglar, undan tashqari Ponni sizlar nazoratiga olib 5 ta abonement shug'ullantiradi. G'oliblarni shanba kuni kech payt aniqlaymiz. Hammaga rahmat, joninglar sog' bo'lsin. Tortamiz. Har doim silovoy ishlash bu muskulni zo'r o'stiradi, chiroyli qiladi degani emas. Muskulni ayrim paytda yengilroq ishlab, cho'zib ishlash jarayonlari bor. O'shaning uchun masalan trenerlar yoki ba'zi sportsmenlar og'ir ishlasa, orqasidan ergashib og'ir ishlab ketishi bu o'ta noto'g'ri narsa. Muskul qancha og'ir ishlagandan keyin vasстановление, ya'ni tiklanish davri ham shunga yarasha bo'lishi kerak. Tortib bu mashina albatta. Hoppa. Muskul yaxshi tiklanish uchun nimalarga e'tibor qilish kerak aka? Yaxshi o'sish uchun, yaxshi effekt bo'lish uchun nimalarga e'tibor qilish kerak ko'proq? Birinchi o'rinda uyqu. Bilasiz, o'zingiz hozirgi yoshlar, boshqalar, o'zimiz ham siz ham kech uxlaymiz-da. Ertalabda hali uyquni nimasi yo'q, energiyasi surishingiz mumkin. Misollarga maslahat berardim yoshlarga, kattalarga. Uzoq 10 dan 12 gacha yaxshi uxlab, uxlaganda organizm dam oladi. Muskul dam oladi. Misol uchun 2-3 dan keyin somatotropin gormonimiz bilan sahar ishlab chiqadi. 4-5. Uning uchun yaxshi uxlab, erta tursangiz, maqsadga muvofiq bo'ladi. Haligi ko'pchilik uxlamasdan boshqa qiladi. Misol 2-3 bo'lib ketadi soat, yoshlar telefon o'ynab boshqa qiladida. Trenovka yargi уже vasстановление yo'q, muskullari og'rib, hali charchoq hissi bilan keladi. Odamlar ham charchoq hissi bilan yuribdi-da. Shunga ijtimoiy tarmoqlarga yig'ishtirib qo'yib, misolda 10-11da vaqtli ertaroq uxlab, uyqu keyin oqsil normasi ovqatlanish. Misol uchun muskulga hozir nagruska beryapmiz, missiya massa ancha nagruska olyapti. Buni qoplash kerak, energiya yo'qotyapti. Tellaydi, mineral tuzlar chiqib ketadi tanadan. Shu vaqtida yaxshi to'g'ri ovqatlanib, oqsil, blok shunaqa narsalarni yaxshi to'g'ri ovqatlanish qilib, to'g'ri uyqu birinchi o'ringa vasстановление zo'r. Albatta. Og'ir ishlash, bu akam aytgandek, og'ir ishlash bu muskulni zo'r o'stirmaydi. Albatta. To'g'ri uyqu va to'g'ri ovqat. Birinchi o'stiradigan omillar shular. Odamning tanasi muskuli uxlaganda, uyqu vaqtida yaxshi o'sadi. Yangi to'qimalar kunduzda ishlayotgan vaqtida yangi to'qimalar yirtiladi-da, mishning massada to'qimalar yirtiladi-da. Bu narsa faqat uyquda tiklanadi. Yangi to'qimalar, yangi mishsalar uyquda o'sadi, vasстановление bo'ladi. O'shaning uchun yaxshi oziqlantirib, yaxshi dam oltirgan muskul tezroq o'sadi, ham tezroq vasстановление qiladi. Ertaroq uxlab, ertaroq turish tavsiya qilamiz. Чинить очки, опа, четко. Чинить, толкать, зор. Мощный. Farzandlaringizga ham tavsiya qilamizmi sportni? Albatta tavsiya qilaman. Shug'ullanishib, o'zi uchun, misol uchun, haligi naturalniy, mana sport dabaqalaridan foydalanib, to'g'ri ovqatlanib, o'zi uchun trenovka qilishni albatta tavsiya qilaman. Endi professionalga kelib, o'zi qiziqishi bo'lsa, to'g'ri yo'nalish berib, yordam beraman misol uchun. Albatta qo'llab-quvvatlayman farzandlarimni ham. Chunki sport o'zi bilasiz, salomatlik uchun zo'r, yaxshi yuradi, yaxshi tartib disiplina, sport tarbiyalaydi insonni. Hech shunaqa holatdan o'tganmi? Boshqa yo'nalishni boshqa narsa qilib ko'rmagan ekanman degan narsa ham bo'lganmi hayotda?
Endi bo'lgan, albatta bo'ladi-yu. Boshqa bir ikkita narsalarni o'ylaysiz. Biznesga kirmagan ekanman. Albatta bo'lgan. Bunaqa holatlar ham bo'lib turadi hayotda. Bu lekin yaxshi, mana misol sport. O'zimiz endi yoshlikdan sport turganimiz uchun biz sport tarbiyalagan. O'zingiz bilasiz, sport kollejida haligi ertalabdan kechgacha chetda bo'lasiz. To'liq sportivniy hayotda katta bo'lasiz-da, sportchilar ichida mana shunaqa bo'lib. Shuning uchun biz ko'pincha aytadi, sportchilar koridorda yuradi deydi-yu. Sportda o'sganmiz. Aytingchi, boshqa biznesmenlar ko'rmadik, shu o'zimizni bilgan. Yoqadi, nima? Yoqadi, o'zimizni bilgan, mana sohani bilgan. Yaxshi, chimcha solsang, qo'sol endi sport yuribmiz. O'z sevgan kasb qilish boshqacha. Ha, albatta o'zingiz yaxshi ko'rib qilgan ishlar boshqa-yu. Xo'p, bugungi mashg'ulotlarimizni Muhammadjon akaning qo'l ostida, ya'ni Limon Fitness zalida birgalikda tajribalarini olib shug'ullandik va yana akadan juda ham obunachilar uchun juda ham manfaatli, foydali narsalar undirdik. Ya'ni 5 ta abonementni, tekinga 5 ta abonement bemalol kelib shug'ullanishingiz mumkin. Bir dona sharti bor, kommentariya maksimalni qoldiringlar yoki do'stinglarni belgilab qo'ysanglar, yaqinlarga ilingan holatda kommentariya orqali analab olasiz. Undan tashqari bitta obunachini xoh semirsin, xoh ossin, bitta obunachini tanlab olib, полный спортивный naborini tekinga qilib berishga kelishib qo'ydik. To'g'rimi aka? Qo'ldan kelgancha original narsalar, faqat original narsalar, teppa emas, original narsalar, полный nabor. Ozish uchun ketadigan bitta dona emas, 3 ta 4 ta 5 xil vitamin komplekslar qilib beradi. Undan tashqari akam qo'l ostida personalniy shug'ullanib, ovqatliklar, trenovkalar, hamma ratsioninglar, undan tashqari полный sizlar nazoratiga olib 5 ta abonement shug'ullantiradi. 1 oylik abonementlar tekin bo'ladi. Manzil arenterlarni aytib o'taman. HBK Limon Fitness, Limon Arenaning orqasi 2-etaj bo'ladi. Kelib bemalol shug'ullanishingiz mumkin. Arenter, manzil, telefon nomerlarini birma-bir qoldiramiz. Kommentariyada aktiv bo'lib turinglar. Nimani g'oliblarni shanba kuni kech payt aniqlaymiz. Hammaga rahmat, joninglar sog' bo'lsin.